Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men Yaxshiboyev Voice kanal bosh admini Muhammadqodir Yaxshiboyev bo'laman. Odatda ko'pchilikka sir emas, biz YouTube sahifamizga turk seriallarini dublyaj qilib, kichkina shorts ko'rinishida joylab boramiz va biz katta proyektga ham qo'l urdik, ya'ni futbol bilan bog'liq bo'lgan eng sara va qiziqarli holatlarni video ko'rinishlarda siz aziz muxlislar uchun joylab boramiz va albatta tahlillarni ham shu YouTube sahifamizda berib boramiz. Kecha aynan 20-mart sanasida bir qator ajoyib bo'lgan uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Albatta bular Jahon chempionati saralash bahslari, Millatlar Ligasi uchrashuvlari, shular jumlasidan aynan bizni e'tiborimizni tortgan jihati albatta 20-mart sanasida O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi uchrashuv. Ko'proq bu yerda futbol mutaxassislari, ekspertlar o'zlarini o'sha uchrashuv bilan bog'liq tahlillarini YouTube sahifaga joylab qo'yishgan, fikrlarini bildirishgan. Men ko'proq aynan qiziqarli va kulgili holatlarga to'xtalmoqchiman. Bulardan eng birinchilaridan biri albatta kun mavzusiga aylangan o'sha Husanov va uning intervyu jarayonlari mening nazdimda barchani e'tiborini o'ziga qaratdi. Ya'ni Manchester City markaziy himoyachisi bo'lgan Pep Gvardiolaning shogirdi bo'lgan fevral oyida eng yaxshi o'yinchi maqomiga erishgan va ko'pchilikni e'tiborini o'ziga jalb etgan futbolchi, o'ziga xos o'yin uslubi, uzoq yaqinga amalga oshirgan aniq paslari, podkatlari bilan albatta ko'pchilik muxlislarini ardog'idagi futbolchiga aylandi. O'sha aynan Husanov O'zbekistonga yetib kelgan vaqtida o'sha futbolda tayyorgarlik jarayonlarida matbuot anjumani o'tkazildi. Ushbu matbuot anjumanida uni intervyu olishdi aniqroq jurnalistlarimiz. Shunda undan aynan tayyorgarlik haqida, City'dagi o'yinlari haqida, umuman ikkita markaziy uchrashuvlarni kutib turgani, ya'ni Qirg'iziston va Eron o'rtasidagi bahslar qanday kechishi xususida savollar bilan murojaat qilish o'rniga jurnalistlar ko'proq to'y, kuyov-jo'ra yoki shaxsiy savollar bilan yuzlanishdi va bu albatta ko'pchilik blogerlar, vaynerlar tomonidan kulgu va mem ostiga olindi va u bilan bog'liq bo'lgan videolari ham ijtimoiy tarmoqlarda hozir ham aylanib yotibdi va albatta bizni ham hayron qoldirdi bu jihat. Yana bir holat aynan Husanov bilan bog'liq. Uning merimi, ya'ni to'ydan oldingi uchrashuv bazmi tashkil etildi. Unda Izzat Shukurov ijrosida ajoyib qo'shiq namoyish etildi va ijtimoiy tarmoqlarda ham bu video bot aylandi. Yana bir hayratga solinadigan jihat, u yerda Abduqodir Husanovning bo'lajak turmush o'rtog'ini yuzi qanchalik yashirilmasin, lekin open budjetda yutgan o'zbek xalqi, open budjetda ko'p tajriba orttirgan desak hech ham mubolag'a bo'lmaydi. Ayni o'zbek xalqi xuddi hakkerlar kabi baribir o'sha kelinning yuzini qayerdan bo'lmasin rasmini topib bo'lsa ham ijtimoiy tarmoqda yoritishdi. Bu ham yana bir hayron qolarli jihat bo'ldi. Endi o'yinga e'tiborimizni qarasak, o'yinda qanday kulgili voqealar sodir bo'ldi deb o'ylashingiz mumkin. Bulardan biri aynan O'zbekiston va Qirg'iziston uchrashuvida Husanov bosh e'tibor markazida bo'lgan vaqtda ko'proq qirg'izistonlik futbolchilar u bilan bir jabhada yelka surishmoqchi bo'ldi. Aynan bitta qirg'iz himoyachisi va Abduqodir Husanov o'rtasida yelkama-yelka bahs bo'ldi. Endi qirg'iz himoyachisi qaysidir ma'noda o'zini xalqiga, o'zini ko'rsatish uchun qaysidir ma'noda bir mardlik, jasorat ko'rsatish deb olamizmi? 2 marta yelkama-yelka bir-biri bilan bahs qilmoqchi bo'lishdi. Shu vaqtda Husanov o'zini shunday tortib qoldi. Xuddi tajribali futbolchilar kabi endi tengma-teng kelib, chunki to'p ham uzoqlashib ketgandi, baribir yetib olamanmi degan mazmunda shunday o'zini tortdi. Qirg'iz futbolchisi esa oldinga uchib ketdi. Bu yerda albatta bu holat ham juda ko'p o'sha
Instagramda aylanib turdi. Yana bir holatni aytib o'tmoqchimiz, aynan Abdullayev markaziy himoyachi bilan bo'lgan voqelik. Ya'ni Shomurodov biroz nursiz va golsiz o'yin jarayonida qancha ko'p darvozaga zarba bermasida afsuski gol bo'lmadi. Shu jarayonda Abdullayev ham hujumga qo'shilib, xuddi Valverde singari uzoqdan zarbalar ham berib turdi. Lekin shuncha zarbalar berishga qaramasdan afsuski Valverde singari gollar bo'lmadi, yuz bermadi gollar. Markaziy himoyachimiz, endi baribir yana Husanov haqida fikr bildirishimiz kerak. Aynan Husanov 20-mart sanasi o'tgandan keyin ertasiga Navro'z bayrami keng jabhada nishonlanadi. O'ylaymizki, barcha terma jamoalar bu bayramni o'tkazishmoqda o'ziga xos kayfiyat bilan. Ya'ni Husanov o'sha bayramona tadbirlarda, madaniy tadbirlarga ko'proq jalb qilindi. U bilan bog'liq bo'lgan fotosuratlar, o'sha kunni qizigan vaqtida milliy liboslarda, har xil namoyishlarda kuzatib o'tirgan futbolchilarni ko'rib, ular qachon tayyorgarlik ko'rar ekan degan savollar ham albatta muxlislarda uyg'ongan bo'lishi mumkin. Albatta, chunki juda oz fursat qoldi, deyarli 3 kun vaqt qoldi. Ya'ni 25-mart sanasida O'zbekiston va Eron o'rtasidagi uchrashuv bo'ladi. Eronning uyida, Tehronda, o'sha Ozodiy stadionda bu futbol uchrashuvi yuz beradi. Aynan shu jarayonga tayyorgarlik ko'rish oldidan ko'proq madaniy tadbirlarda Husanov ishtirok etayotgani ham albatta juda bir muxlislar tomonidan ham kulgi ostiga olindi, ham tanqid ostiga olinmoqda. Albatta, xuddi Said Ahmadning sobiq hikoyasini eslatib yuboradi. Ya'ni sobiq hikoyasida ham o'sha paxtani 9 tonna paxta terib qo'ygandan keyin har xil madaniy tadbirlarga yuboraveradi-ku, o'sha insonni o'zi bilan bog'liq, o'sha o'zi aslida paxta teradigan oddiy ishchi shaxs, lekin o'sha ishidan ham ayrilib har xil madaniy tadbirlarga, ko'rgazmali joylarga o'sha insonni yuboraverishadi va u inson bu jarayonlardan juda bir toliqib ketadi. Xuddi shu holat men nazdimda Husanov bilan ham ro'y beryapti. Juda ko'p reklamalarda, roliklarda ishtirok etayotgani, uni majburlab u yoqdan bu yoqqa olib borayotganliklari biroz albatta ham kulgili, ham achinarli holat. Buni albatta juda ko'p tinglayotgan blogerlar, mutaxassislar albatta bu fikrlarni inobatga olishadi degan umiddamiz. Yana bir jihatga to'xtalmoqchimiz, Jaloliddin Masharipov o'yiniga ham o'sha u bilan bog'liq yuz bergan provokatsiya holati, ya'ni to'pga qirg'iz himoyachisi bilan birgalikda Masharipov to'pga olishar chog'ida penalti ishlashga harakat qildi Masharipov va afsuski bu holat sariq kartochkaga olib keldi va keyingi uchrashuvni o'tkazib yuboradigan bo'lib qoldi. Bu holat juda kulgili bo'ldi. Sababi nima uchun kulgili bo'ldi? Chunki biz varli zamonda yashayotganimiz, barcha muxlislar ko'z o'ngida o'ynayotgani va uning bunday xatti-harakatlarni amalga oshirishi ko'pchilik muxlislarni tanqidiga sabab bo'ldi. Endi buni men o'zim shaxsiy izoh bildirmoqchi edim bu holatga. Ya'ni Eronda Istiqlol jamoasida o'ynayotgan Jaloliddin Masharipov balki Eron futbolchilaridan birga o'ynayvergani sababidan Eron futbolchilari mana shunaqa provokatsiya holatlarini ko'p amalga oshirganligi tufayli shu holat unga yuqib qolmadimikan? Mana shunaqa g'alamizli o'ynash uslubi Masharipovga o'tib qolmadimikan degan savollar ham afsuski mening miyamda aylanyapti. Mayli, hech qisi yo'q. Buni jarayonda shunchaki shoshib amalga oshirilgan qandaydir no'noqlik sifatida baholasak ham bo'ladi. Lekin o'yin juda ko'p vaziyatlarga boy bo'lganligini ham aytib o'tish kerak. Bu paytda Kapadze ikkita markaziy himoyachini tanlab, bor e'tiborini Bobur Abduxoliqovni hujum maydoniga ham tashlab, yana ham ko'proq hujum uyushtiramikan deb o'ylagan edik. Lekin baribir Temur Kapadzening birinchi uchrashuvi bo'lgani uchun ham nazdimda o'sha
ozgina cho'chish holati bo'ldi. Baribir natija muhim edi bu holatda. Shuning uchun hech qanday tavakkal qilish bu yerda xato bo'lardi. Va shuning uchun ham menimcha ham himoyani ham mustahkam holatda ushladi Kapadze va shu bilan birgalikda hujumni ham normativ ravishda olib bordi va minimal bo'lsa ham biz uchun foydamizga bo'lgan hisob qayd etildi. Va yana bir kulgili holat o'sha futbol bahsi, O'zbekiston Qirg'iziston futbol bahsi ham Sport kanalida, ham Zo'r TV kanalida yoritib borildi. Zo'r TV kanalida Hasan Turdaliyev bilan birgalikda Alisher Uzoqov to'g'ridan to'g'ri jonli ravishda futbolni sharhlab borishdi va aynan ijtimoiy tarmoqlarda bu holat yana bot-bot aylandi. 62-daqiqada bitta Alisher Uzoqov o'zi ham ta'kidlab o'tdi, istarali, chiroyli qiz namoyish chiqqan vaqtida, ko'rinish bergan vaqtida uni haqida bildirgan fikri va keyinchalik ijtimoiy tarmoqda uzr so'rab chiqishi bu holatga. U ham Instagramda juda ko'p prosmotrga boy bo'lgan kun videosi bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Metrodagi qiz so'zidan muxlislar ko'pchilik endi stadiondagi qiz deb uni hattoki Instagramdagi nikini ham topishga ulgurishdi. Yana bir jihat, endi o'zbek futbolidan sekin yiroqlashamiz. Yevropa futboliga o'tsak ham bo'ladi. Bir qator markaziy uchrashuvlar ro'y berdi. Undan Fransiya Xorvatiya o'rtasidagi super bahs va u yerda Fransiya ko'pchilik yutadi deb o'ylagan edi, lekin Xorvatiyaning 2-0 hisobidagi g'alabasi o'sha ancha muddat vaqtdan beri Mbappening maydonga tushmay ilk uchrashuvidagi nursiz o'yini ko'pchilikni hayron qoldirdi va yana bir jihat kulgili holatlardan biri aynan Yevropa futbolida yuz bergan jarayon Cristiano Ronaldoning Daniyaga qarshi ilk uchrashuvi, ya'ni bahor mavsumidagi ilk uchrashuvi omadsiz startga aylandi. Ya'ni o'sha vaqtda bitta yagona gol yuz berdi. Bu Højlund gol urib Daniya terma jamoasini g'alabaga olib keldi. Uning goli. Lekin bu yerda hayron qolarli va kulgili jihat shundan iboratki, Daniya futbolchisi Højlund golni Cristiano Ronaldo uslubidan nishonladi. Ronaldo muhim shaxski, shunchalik mashhur shaxski, hatto golsiz uchrashuvda ham unga bo'lgan e'tibor va masshtabning yuqori ekanligi oddiy bir o'sha Manchester United futbolchisi Højlundning gol nishonlashida ham bu jihatni biz ko'rishimiz mumkin. Xullas, mana shunday ajoyib voqealarga boy bo'lgan uchrashuvni biz guvohi bo'ldik va o'ylaymizki, mana shunaqa kulgili va bir olam taassurotlarga boy bo'lgan uchrashuvlarni yana guvohi bo'lamiz. Oldinda nasib qilsa 25-mart sanasida Eron va O'zbekiston o'rtasidagi super bahs kutib turibdi. Uni ham jonli ravishda ko'ramiz. Bir olam emotsiyalarni o'zimizda qabul qilamiz va albatta terma jamoamizdan nurli va yorqin g'alabalarni kutib qolamiz. Terma jamoaga omadlar va zafarlar yor bo'lsin. Azizlar, bu mening birinchi shaxsiy futbol borasidagi fikrlarim yoritilgan video edi. O'ylaymizki, muxlislarga maqbul keldi. Agar fikrlaringiz, mulohazalaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada yozib yo'llab yuborib qo'yishingiz mumkin. Va qaysi mavzularda ko'proq video chiqarishimni xohlardingiz, albatta buni ham YouTube sahifamga yozib qo'yishlaringizni so'rab qolgan bo'lardim. Demak, keyingi muhim uchrashuvlarga qadar o'zingizni ehtiyot qiling va sog' salomat bo'ling.